Assalomu hurmatli obunachilar. Bugünkü ko'chmas mulkimiz Uz Gazyonli ko'chasida bir etajli joyimiz sotuvga chiqdi. Ben tarafdan girib keladigan bo'lsangizlar, Uz Gazyol ko'chasidan bir Feyz Market bor. Feyz Marketdan o'tib, aylanib kelsangiz, ikkinchi ko'chadan girib kelasiz, hurmatli obunachilar. Joyimiz kanalizatsiyalari ko'cha tarafga chiqqan. Suv, gaz, elektrik montajlar hamma narsasi bitib tayyorlanib turibdi. Doğru girib yashaysiz. Lyustrasini ochildi, asib turibdi. Joyimiz 2 xonali korpusni puli, hurmatli obunachilar. E'tibor etib ko'ring, stashkalar bo'lgan, bellari ajoyib kafildan bo'lib turibdi. Eshiklari zamonaviy, yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Uchochlar beri tarafga chiqqan. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkari tomonga girsak. Girganimizdan o'ng qo'limizda rakovinamiz joylashgan, kafilda bo'lgan, beda kotelimiz joylashgan, gaz, suv, svet hamma narsa girib turibdi. Uchochlar qo'yilgan, beda reduktorimiz, hurmatli obunachilar. Joyimiz umuman gap yo'q. Lyustralarni ahamiyat eting, lyustralar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Joyimiz ishlarni ahamiyat eting, ishlar ham oppoq, sifatli, yaxshi ishlardan qo'yilgan. Ben taraf zalimizga kiradigan bo'lsak, zalimiz hurmatli obunachilar, rozetkalari bor, ajoyib aboylardan bo'lgan ekan. 2 xonalini pulna 3 xonali hovli joy sotib olasiz. Zalimni ko'ring, zalim uzun, ulu zal, 2 lyustrasi bo'lgan, galagellar qo'yilgan. Hozir ustalar berak kulchatini qo'yib beraman dedi, hurmatli obunachilar. Ishlar ham yaxshi zamoqlardan, yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Ben tarafimiz sanuzel bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Sanuzelimizga kiradigan bo'lsak, shunday muntazamiz, hamma narsamiz bor, rakovinamiz. Da patolog achali kafel bo'lgan. Patologimiz esa plastik ekan. Simistitlar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Beri Ariston qo'yishingiz mumkin, to'g'ri chiqarganlar. Oyoq telamiz to'plab pol ekan, hurmatli obunachilar. Yan tarafga kiradigan bo'lsak, kuxnimiz, hurmatli obunachilar, gazimiz kirib turibdi. Bu yerda fartuqlar bo'lgan, aboy bo'lgan, lyustralar asilgan, aynalar oq ayna, registram tashalgan, hurmatli obunachilar. Berimizni kuxnimiz bera kirgan ekan, asosiy o'zi girish xotda kuxnimiz chiqishi kerak ekan. Bera kirib ekanlar. Net spaniga kuxni girgan. Biz asosiy bera kuxni chiqishi kerak ekan. Asosiy 3 xonali joy ekan, hurmatli obunachilar. Ben tarafga kiradigan bo'lsak, ben tarafimiz ham spani. Oyoq telamiz parketli pol, patologimiz gipsokarbon. Shunday joy ekan. Joyimizda eldini navis etib bersangiz ham bo'ladi, suv chiqib turibdi. Bera tutla ekilgan, hurmatli obunachilar. Mashin qo'yish uchun parxodkasi bor, avtobus o'tib turibdi. Gaz, suv, suyetdan umuman problemasi yo'q. Shaharning ichidan 2 xonali kvartirani pulini shunday hovli joy sotib olsangiz bo'ladi. Kimga joyimiz maquligi bo'lsa, pastdagi telefonlar bog'lanishlaringiz mumkin. Esa sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hamma shunday joylar nasib etsin.